Assalomu alaykum do'stlar. Bugun FastCap platformasida qanday qilib lobby yaratib, o'yinga qo'shilib bitta kartada ancha cheatlar bilan shu o'yinda yaratib o'ynasa bo'lishini qanday qilib tushuntiraman, hozir ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda o'yinga kirishdan oldin, o'yinga kirib bo'lgandan keyin o'yinda ichida ham o'zini brauzeri bo'ladi. FastCap degan saytni topamiz, kiramiz FastCapga. Bitta уже mata hozir birinchi glavnisiga o'tsanglar, bitta chiqib ketsa ham bo'ladi. Выходni bosib turaman пока. Войти через Steam degan joy bor. Войти через Steamni bosamiz. Bitta уже akkauntingiz kompyuterda kiritilgan bo'lsa, o'zi ko'rsatadi. Shu bo'yicha kirsinmi deb Войти ni bosamiz. Bosganimizdan keyin ba'da turnirlar har xil. Biz o'zimiz yaratishimiz uchun mana bu yerda xohlasak birorta do'stimizni qo'shamiz. Bular o'zlari qo'shiladi. Mana xohlasak просто играть deb bosamiz. Создать матч. Mana bu yerda format 5x5 preset yo'q, bu unaqa kartalar oddiy. Klassik 5x5 qilsak bo'ladi yo standartni qilamiz. Обычный rejim, funny rounds bu boshqacha sistema. Xo'p, выбор карт случайный, ban mana buni rejimni tanlaymiz. Chunki bizga kartalarni tanlash kerak. Chunki bitta karta tanlanib tushmaydi. Masalan, bitta komanda ban qiladi, ikkinchi komanda ban qiladi. Pool kart mana bu yerda default 5x5 matchmaking deganni tanlaymiz. Mana bu kartalarga biz qo'shila olmaymiz пока. Chunki bular map poolda bor baribir. Mana default 5x5. Mana bu yerda serverda tanlaymiz. Ko'plar tavsiya bo'yicha mana yo Moskva yo Almatini tanlash kerak. Chunki bu serverlar pingi eng past. Agar qolganlariga qarasak, pingi eng past serverlar shular hisoblanadi. Masalan, Yekaterinburg yo Moskvani tanlayman. Kapitan modda bitta o'yinchiga kapitan tushib qoladi shu ban pik qiladi kartalarni. Комната ожидания yo'q, bu shart emas. Перемещать команды. Parol deb o'qib qo'yamiz. Mana bu yerga masalan 1 2 3 4 anti-cheat. Anti-cheatda обязательно o'qib qo'yish kerak. Anti-cheat kompyuterlarda уже установка bo'lgan bo'linadi. Endi biz hozir anti-cheatsiz ko'rsatib turamiz. Создать матч. Va mana men hozir bitta komnata создать qildim. Yaratdim. Endi mana bu yerga o'yinga qo'shilmoqchi bo'lganlar mana bu yerdan chaqirsam bo'ladi. Yo mana bu yerga match degan bo'limiga qolgan o'yinchilar o'tadi. Mana ko'rsalaring, meni nikim turibdi. Nikim bo'yicha unda kirib qo'shilib turib, bitta соединительni bosasiz, bitta видите parol deb chiqadi. 1 2 3 4 deb terasiz, qo'shiladi. Hamma qo'shilib bo'lgandan keyin готово, mana bu yerda не готов degan joy chiqadi. Shuni готов deb bosib qo'yamiz. Готов deb bosib qo'yganimizdan keyin kutib turamiz. Kutib turganimizdan keyin mana map veto paydo bo'ladi. Map veto mana joy. Ban decider. 7 ta karta, birinchi ban, ikkinchi ban, birinchi ban, ikkinchi ban, birinchi ban, ikkinchi ban bo'ladi. Oxirida bitta decider karta qoladi. Yo ba'da har xil bo'lishi mumkin-da, endi qaysi komanda qaysi kartada o'ynasa. Xo'p, u bo'lganidan keyin mana bu yerda bizda комната создана deb paydo bo'ladi. Mana bu yerda skopировать IP server degan joy bo'ladi mana частьda. Bitta skopировать deb bosamiz. U hozir menda chiqmaydi chunki men yaratmaganman hali. Mana bu yerda создать присоединиться bosamiz. Mana skopировать deb keyin CS ga kiramiz. CS ga уже kirilib bo'lgan bo'lishi kerak bu payt.
va biz CS ga kirib bo'lgandan keyin konsolni yoqamiz. Konsolni bilamiz qanday yoqishni. Ctrl V ni bosamiz, bitta o'zi avtomatik connect'ni bosadi, enterni bosib o'yinga qo'shilib boshlaymiz. Shu xolos. Mana shunday qilib Fastcap'da shu lobby yaratsa bo'ladi.